Shahzodga, xudo xolasa, Glavniy bo'yda. Dayboq Shahzodni bo'yi eng zo'r janglardan bittasi bo'ladi. Shahzod Sapening ham yaxshi bola, ushqoq bola. Shuni yutqazsam, sportdan ketaman. Shohjahon Ergashev jonli efirda Gold haqida katta yangilikni barchaga oshkor qildi. Juda katta yangiliklar bor musobaqaga inshaalloh. Zo'r janglar bo'ladi, xudo xolasa. Shu bilan bir qatorda Bobur Abdulazizovning jonli efirda ham kommentariyada faqatgina Goldning mavzusi yozildi. Gold ukajoning men ukamaz u. Eng qizig'i, PUBG ustasi senator chiqib ushbu jang 100% sotilgan ekanligini barchaga oshkor qildi. Uni missiyasi kirish kerak edi, yutkazib berish kerak edi. Oktagonni professional. Qo'liga 100 ming, 200 ming bergan, uni kirasan, yutkazasan. Albatta, ushbu gaplar muxlislar orasida katta bahsga sabab bo'lmoqda. Xalq prosta ishonib qoldi, boshqa qildi. Endi men sizlarga davomini aytib beraman. Revansh bo'ladi yoki nimadir bo'ladi. U bilan qayta tushadi, uni yeb chiqib yuboradi bu safar. Bunda prosta odamlar 200% Goldga ishonganidan xalq ishongan. Oktagon bilan Xbet foydalanib qoldi Golddan. Goldga 1-2 ming bergan. Qadrli do'stlar, eng qizig'i videoni o'zingiz ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldirishni aslo unutmang. Juda katta yangiliklar bor musobaqaga inshaalloh. Zo'r janglar bo'ladi, xudo xolasa. Bizda top 7 fightersdan ham O'zbekistonda dunyo baland darajasida ko'taradigan sportchilar chiqib, bayrog'imizni ko'taradi, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Andijonda lekin juda ham zo'r janglar bo'ladi. Shahzodga, xudo xolasa, Glavniy bo'yda. Dayboq Shahzodni bo'yi eng zo'r janglardan bittasi bo'ladi. Shahzod Sapening ham yaxshi bola, ushqoq bola. Xudo xolasa hamma boksyorlar yaxshi tayyorgarlik ko'ringlar. Muxlislar kelib o'zlarining xohlagandek sportchilarni qo'llab-quvvatlaydi. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Bir ikkita video ko'rib qoldim. Goldga pul tikuvdim, uyimni sotib tikuvdim, mashinamni sotib tikuvdim. Yutqazib qo'ydi. Ajab bo'lib yutqazgan bu sen. Bu sport. Kimdir yutadi, kimdir yutqazadi. Yutqazish yonma-yon yuriydi. Kimlar yutqazmagan? Mike Taysonlar yutqazgan. Gold ukam yana ham kuchli bo'lib qaytadi. Yana ham sizlarga va'da beraman men. Yana ham kuchli bo'lib qaytadi. Revanshga nasib bo'lsa, yaxshilab tayyorgarlik ko'rib, hamma taraflama, kurashga ham, barbaga ham, stoykaga ham tayyor bo'lib, chiroyli bo'y qilib, sizlarni xursand qilamiz. Sizlar duoda bo'lib turinglar. Boshqa tema qolmadi lekin, Instagramga kirsang faqat ukamni temasi. Hammang gapirib chiqding. Ya sport bo'lgandan keyin yutish yutqazish bo'ladi-da, ya sport tushunmaganlar ham gapirib chiqyapti. Oshna Gold bo'yi haqida fikringizni bildirib qo'yingki, odamlar aytayapti, ko'pchilik aytayapti, bo'y sotilgan deyapti. Buni bilganlar bilyapti-ki, bu bo'y 100% sotilgan. Ya'ni Gold uni 100% urib keldi bolalar. Gold formasi, Gold fizikasi bilan uni solishtiradigan bo'lsangiz, u bo'yni prosta ko'rib ham aqli yetgan odam, sport tushungan odam biladi. To'shto shans, nechta shans bo'ldi uni chiqib ketishiga. Uni missiyasi kirish kerak edi, yutkazib berish kerak edi. Oktagonni professional. Qo'liga 100 ming, 200 ming bergan, uni kirasan, yutkazasan. Undan oldin show qilgan odamlar qiziqtirgan, Bes O'zbekiston Goldga tikkan, oxirida Xbet yutib ketyapti. Bundan maqsad nima? Unaqa qilib aldash. Gold ham tirikchilik deb yuribdi. Pul qilish maqsad, Oktagon ham pul qilish maqsadi. Kontora ham. Xbet ham. Xalq prosta ishonib qoldi, boshqa qildi. Endi men sizlarga davomini aytib beraman. Revansh bo'ladi yoki nimadir bo'ladi. U bilan qayta tushadi, uni yeb chiqib yuboradi bu safar. Bunda prosta odamlar 200% Goldga ishonganidan xalq ishongan. Oktagon bilan Xbet foydalanib qoldi Golddan. Goldga 1-2 ming bergan, tirikchilik qilgan. Men uni qoralab boshqa qilman. Bu show, bu как бы boshqa narsa. Prosta sizlarga aytmoqchi bo'lganim Golddan nima desa bo'ladi? Xeyt qilib Gold yutkizding, shuncha gapirganing boshqa. Uni missiyasi shu edi, shu narsa bo'ldi bolalar. Tak что hamma narsaga ham ishonavermanglar. Sizlarga po fakt keltirib qo'yaman, xohlasanglar bo'ylargacha, agar davomini xohlasanglar keltirib qo'yaman. To что u Gold uni 100% urib o'ldirib qo'yish. Uruvini bor edi, formasi ham bor edi. U yerda prosta kontoraning ishi bo'ldi. Sizcha bo'y sotilgan? 100% sotilgan. Rahmat. Gold ham oyligini olgan, gonorarini chiqqan, o'zini missiyasini bajargan. Так что xalq Golddan shubhalanib yurmanglar, Gold tak urib keldi. Revanshini kutinglar, revanshda uradi. Endi tikinglar yutadi. Shuni yutqazsam, sportdan ketaman. Assalomu alaykum O'zbekiston. Shuncha videolar, men o'sha kun Robiya yurgandim zonaga, hech kimga kerak ham yo'q. Men Alloh aziz qilib qo'yibdi, shuncha odamga kerak bo'ldim, alhamdulillah. Kibrlanibdi debdi. Hammasi bitta javob qilib ketaman, lekin men o'zimni oqlayotganim yo'q. Men yutqazdim.
tan olaman. Kibrlanibdi, kibrlanuvchi kun yutqazdi deganlar uchun. Men kibrlanmayman. Men har bitta gapimdan keyin har bir zatimning Alloh xohlasa, inshaalloh degan gaplarim bor. Uni urib taylayman, uni cho'zib taylayman degan gaplarim yo'q. Men iymonimga, qadrimga iymon keltirgan bo'lamanmi? Men 3 marta qamalib ham ko'zimga yosh olgan bola emasman men. So'raylar. Men nimaga yosh oldim? Meni ko'rib turgan yosh bolalar, onaxonlar meni ko'rib turib, achingan ishonchini oqlay olmaganim uchun ko'zimga yosh oldi. Lekin bir tomondan men juda ham xursand bo'ldim. Men tufayli qimorchilarni Alloh nakazat qildi. Qimorchilarni Alloh nakazat qildi. Bittasi $100,000 tutgan, bittasi oyligini tutgan, bittasi uyini tutgan. O'zi ishonmaganchalik menga ishongan. Sizlar meni 1 million turizmga podpitchkim bor. Menga gold xayollaringizni kelsa yo kulashga keladi xayollaringiz, yo moytaga keladi xayollaringiz, to'g'rimi? MMA o'sha to'rtta urdi, turdirib ketdi, ko'rdinglar. Men ishongandim. Men oqlamayman. Inshaalloh u bilan revanch urushaman aprel oyi. Octagondan so'rayman, revanch qilib beringlar. Aprel oyi revanch urushaman. Agar sportda shundan yutqazsam, revanchga shundan yutqazsam sportdan ketaman. Men sizlarga mana endi va'da berib aytaman. Inshaalloh shundan yutqazsam sportdan ketaman. Men sotilayotgan bola emasman. Men bittasi kishilar sotgan, bunday urush bilarsiz, unaqa urush qilmayman men. Sen bilasiz, men ham bilaman, unaqa urush qilmayman. Lekin men sotilayotgan bola emasman. Sotilmaganimni nimadan isbotlab beray, bilasizmi? Meni akam bor. 5 mahal namozga men nimaga sotilmaganimni mana isbotlab beraman men. Men endi bilasizlar, men pulga sotilmasligimni. Men O'zbekiston bayrog'ini yerga tushirib qo'ymayman men. Shuni bilinglar. Alo. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, menga ana bu Tailand yurgan paytim qimordan nech pul taklif qilinganida 1,5 yilga. Qimordan? Ha, qimorda. $1 million, ha? $1 million. Bo'ldi. $1 million taklif qilingan paytda men rad etganman. Chunki yoshlar meni orqamdan intiladi, yoshlar menga o'rnak bo'ladi. Men agar pul uchun bo'layotgan bo'lsa, men ko'p narsa qilib o'rgan bo'lardim. $1 million olib, sportda ham taylab dashib ketgan bo'lardim. Yo'q, menga yoshlar o'rnak bo'lsin. Mendan keyin yosh avlod meni ko'rgan paytda menga ko'mir bo'lsin, meni ko'rsin degan nisbatan qilganman. Hozir aktivistlar chiqqan, men urushaman, u bilan men urushaman, aktivistlar borda foydalanadi. Yo'q, u men bilan revanch qiladi, shundan yutqazsan sport tashlayman. Bitta muxlis bo'lar ekan, 10,000 tani o'rnini bosayotgan muxlis bo'lar ekan. Shunaqa muxlislarim bor ekan, ko'rib chiqib juda xursand bo'laman. Sizlar men bilan qoling. Agar menga yaxshi ko'rmasa, meni yomon ko'rib qolgan bo'lsa, ishonchingizni oqlay olmagan bo'lsa, meni joniga tiqib taylayman, ko'rmang. Lekin meni yurakda muxlislarim bor, men bilan qoladi u oxirigacha. Sizlar bilan inshaalloh men sizlarga va'da beraman. Sizlarga gold va'da beryapti. Gold gapirishi, turishi shunaqa bo'lib o'ladi. Men sizlarni yaxshi ko'raman O'zbekiston. Sizlar bilan qolaman. Yurakdan gapiraman bu narsalarni. Revanchga inshaalloh men endi katta gapiraman. O safar katta gapirmadim. Endi katta gapiraman. Bo'yinni so'rib olaman. Aprel oyini kutinglar va Octagondan so'raymiz. Sog' bo'ling va salomat bo'ling. Sizlarni yaxshi ko'raman.